Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Ujel, Belin va Mobius operatorlarida pensionerlar uchun mobil tariflar, imtiyozlar, arzon paketlar va eng ko'p uchraydigan xatolar. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki pensiya yoshidagi yaqin insonimiz bor. Ko'pchilik pensionerlar telefon uchun ortiqcha pul to'layapti. İnternetdan kam foydalansa ham qimmat tarifda yuribdi. Ayrimlari esa o'ziga mos arzonroq taklif borligini bilmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun qaysi holatda ujel qulay bo'lishi mumkin, qaysi vaziyatda belini mos tushadi, qachon mobuz yetarli bo'ladi. Pensioner nimalarga albatta e'tibor berish kerak? Operator ofisiga borganda qanday hujjat olib borish kerak? Shularni oddiy tilda tushuntiraman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam har oy pulini tejaydi. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik pensionerlar oddiy tarifda yurar edi. Masalan, kimdir 20 ming so'mga faqat qo'ng'iroq qilardi. Lekin tarif ichida internet ham bor edi, u internetdan foydalanmasdi. Yana kimdir oyga RAM yoki 50 ming so'mlik paket ulab qo'ygan, lekin atiga 10 daqiqa gaplashib 2-3 marta Telegramga kirardi. Bunday holatda pul havoga ketadi. Sababi mobil operatorlar tariflarni asosan umumiy foydalanuvchi uchun tuzadi. İnternet, daqiqa, SMS, ijtimoiy tarmoqlar, turli bonuslar birga beriladi. Lekin pensionerlarning ehtiyoji boshqacha bo'lishi mumkin. Pensionerlarning katta qismi telefonni asosan 3 ta ish uchun ishlatadi. Farzandlariga qo'ng'iroq qilish, shifokor yoki dorixona bilan bog'lanish, ba'zan Telegram yoki WhatsApp orqali xabar olish. Ayrimlari esa internetdan faol foydalanadi. YouTube ko'radi, video qo'ng'iroq qiladi, bank ilovasidan foydalanadi. Kommunal to'lovlarni telefon orqali to'laydi. Demak, hamma pensionerga bitta tarif mos kelmaydi. Eng katta xato ham shu yerda. Odamlar pensioner bo'lsa, eng arzon tarif yetadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Hozir nima o'zgardi? Operatorlarda tariflar tez-tez yangilanadi. Arzon paketlar, maxsus takliflar. Aksiya tariflari, ichki tarmoqda bepul yoki arzon qo'ng'iroqlar, internet paketlari va ayrim ijtimoiy yo'nalishdagi yechimlar paydo bo'lib turadi. Ujel, Belin va Mobius'ning har birida o'ziga xos ustunlik bor. Lekin narxdan tashqari qamrov sifati, uyda signal tutishi, oiladagi boshqa raqamlar qaysi operatorda ekani, abonent to'lovi qachon yechilishi va ishlatilmagan paket keyingi oyga o'tmasligi ham juda muhim. Men ekspert sifatida doim bitta narsani aytaman. Tarifni tanlashda birinchi savol, qaysi operator arzon emas, mening onam yoki otam telefondan qanday foydalanadi bo'lishi kerak. Agar shu savolga to'g'ri javob bersak, oyga 10 ming, 20 ming, hatto 40 ming so'mgacha tejash mumkin. Bir yilda bu 20 mingdan 40 ming so'mgacha degani. Pensioner uchun bu doriga, oziq-ovqatga yoki kommunal to'lovga ketadigan real pul. Birinchi navbatda Ujel, Belin va Mobius tariflarini solishtirganda men 3 ta mezonga qarayman. Birinchisi oyga nechta daqiqa kerak. Ikkinchisi internet hajmi qancha kerak. Uchinchisi abonent to'lovi qanchalik tushunarli va nazorat qilish oson. Pensioner uchun tarif sodda bo'lishi kerak. Chunki juda murakkab bonuslar, maxsus shartlar, vaqt bo'yicha cheklovlar, faqat tarmoq ichida ishlaydigan daqiqalar ko'pincha odamni chalg'itadi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkentda yashaydigan 6 yoshli otaxon bor. Telefonni asosan farzandlariga qo'ng'iroq qilish uchun ishlatadi. Farzandlarining ikkita raqami Ujel, bittasi Belini. U har kuni jami 10 daqiqa gaplashadi. Oyga taxminan 300 daqiqa kerak bo'ladi. Internet deyarli ishlatmaydi. Faqat ba'zan Telegramda rasm ko'radi. Bunday odamga 20 yoki 30 gigabayt internetli qimmat tarif kerak emas. Unga arzonroq abonent to'lovli, yetarli daqiqali. Interneti kam bo'lsa ham mayli. Lekin qo'ng'iroq narxi tushunarli bo'lgan tarif kerak. Ikkinchi misol. 63 yoshli ayol nevaralari bilan video qo'ng'iroq qiladi. Har kuni WhatsApp ki Telegram orqali 10-15 daqiqa video gaplashadi. Bu yerda oddiy qo'ng'iroq daqiqasi emas, internet muhim. Agar oyga 5 gigabayt internet bo'lsa, video qo'ng'iroqlar tez tugatib qo'yishi mumkin. Bunday foydalanuvchiga kamida 20 gigabayt internetli tarif yoki alohida internet paketi kerak bo'ladi. Aks holda paket tugaydi, keyin har megabayt uchun asosiy balansdan pul yechila boshlaydi. Ko'pchilik kecha 30 ming so'm bor edi. Bugun 0 bo'libdi deb shikoyat qiladi. Sababi ko'pincha internet paketi tugaganidan keyin avtomatik tariflash boshlangani bo'ladi. Uchinchi misol, qishloqda yashaydigan pensioner bor. Narxi arzon tarif topildi.
Lekin uyda operator signali yomon. Telefon faqat hovliga chiqqanda tutadi. Bunday vaziyatda arzon tarifning foydasi yo'q. Chunki odam shoshilinch holatda farzandiga yoki tez yordamga qo'ng'iroq qila olmasa, bu pul masalasi emas. Xavfsizlik masalasi bo'ladi. Shuning uchun tarif tanlashdan oldin men har doim signalni tekshirishni maslahat beraman. Ujal yaxshi tutadigan joy bor. Belini kuchli ishlaydigan mahalla bor. Mobius barqaror bo'lgan hududlar bor. Operatorni faqat reklama bilan tanlamaslik kerak. Kimlar albatta xavotir olishi kerak. Birinchidan, har oy balansiga pul tashlasam tez tugab qolayotgan pensionerlar. Ikkinchidan, eski tarifda ko'p yildan beri yurganlar. Eski tarif ba'zan yaxshi bo'ladi, lekin ko'pincha yangi paketlar bilan solishtirilganda qimmatga tushadi. Uchinchidan, smartfon ishlatadigan, lekin internet paketi qancha qolganini tekshirmaydigan odamlar. To'rtinchidan, telefonda bolalar yoki nevaralar YouTube, TikTok, o'yin yoki video ko'rib qo'yadigan pensionerlar. Chunki internetning egasi emas, telefondan foydalangan odam tugatadi. Pul esa raqam egasining balansidan yechiladi. Kimlar juda xavotir olmasligi mumkin. Agar pensioner oyiga 1-2 marta telefon qilsa, internet ishlatmasa, balansdan pul deyarli yechilmasa, unda katta tarifga o'tishga shoshilmaslik kerak. Ba'zan imtiyozli yoki paketli tarif arzon ko'rinsa ham, odam undan foydalanmasa, baribir ortiqcha abonent to'lovi to'laydi. Masalan, odam oyiga 15 ming so'mlik qo'ng'iroq qiladi, lekin 25 ming so'mlik tarif ulasa u tejamaydi. Aksincha ko'proq to'laydi. Shuning uchun men doim oxirgi 2-3 oylik xarajatni ko'rishni tavsiya qilaman. Uchal bo'yicha umumiy yondashuv shunday. Agar oiladagi ko'p raqamlar uchal bo'lsa, tarmoq ichidagi qo'ng'iroqlar qulay bo'lishi mumkin. Lekin tarif shartlarini tekshirish kerak. Daqiqalar barcha yo'nalishgami yoki faqat tarmoq ichigami, internet qancha, abonent to'lovi qachon olinadi, paket tugaganda narx qanday bo'ladi. Ujal ofisiga borganingizda pensionerlar uchun eng arzon tarif bormi deb umumiy so'ramang. Aniq so'rang. Menga oyiga 2-3 daqiqa qo'ng'iroq, 2-5 gigabayt internet kerak. Abonent to'lovi past bo'lsin. Shu ehtiyojga mos tarifni ko'rsating. Shunda xodim sizga aniqroq variant aytadi. Belni bo'yicha ham xuddi shunday. Belni ayrim hududlarda internet sifati yoki qamrovi bilan qulay bo'lishi mumkin. Lekin pensioner uchun reklamadagi katta internet hajmi doim ham kerak emas. Agar odam faqat qo'ng'iroq qilsa, katta internetli tarif ortiqcha. Agar odam video ko'rsa, aksincha, arzon, lekin interneti kam tarif muammo keltiradi. Belinida ham tarif ichidagi daqiqalar qaysi yo'nalishga berilganini, megabayt tugaganda nima bo'lishini, qo'shimcha xizmatlar avtomatik ulanib qolmaganini tekshirish kerak. Mobius bo'yicha ko'p odamlar davlat operatori bo'lgani uchun arzonroqdir deb o'ylaydi. Ba'zi holatlarda Mobius pensionerlar uchun juda maqbul variant bo'lishi mumkin, ayniqsa qamrovi yaxshi bo'lgan joylarda. Lekin bu ham avtomatik javob emas. Agar oilada hamma belini ishlatsa, pensioner Mobiusga o'tib olsa, tarmoq ichidagi qulaylik kamayishi mumkin. Agar Mobius uyda yaxshi tutsa, paketlari ehtiyojga mos bo'lsa, unda albatta ko'rib chiqishga arziydi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensionerlar uchun tarif degan ibora har doim alohida maxsus tarif bor degani emas. Ba'zan operatorlarda aniq pensiya guvohnomasi bilan ulanadigan maxsus tarif bo'ladi. Ba'zan esa oddiy tariflar ichidan pensioner ehtiyojiga mos eng arzon variant tanlanadi. Shuning uchun biror tanishingiz falon operatorda pensioner tarifi bor ekan desa, darrov ishonib pul tashlamang. Rasmiy sayt, mobil ilova, aloqa markazi yoki operator ofisi orqali shartlarni tekshiring. Ikkinchi nozik jihat. Tarif narxi bilan real xarajat bir xil emas. Masalan, tarif oyiga 25 ming so'm bo'lishi mumkin, lekin internet tugasa, yana 25 ming so'm ketadi. Yoki tarifda daqiqa bor, lekin xalqaro qo'ng'iroqlar, pulli qisqa raqamlar, kontent xizmatlar alohida tariflanadi. Pensionerlar ba'zan tasodifan pulli xizmatga ulanib qoladi. Ob-havo, musiqa, tanishuv, yangilik, melodiyalar, turli SMS obunalar. Har kuni 5 ming so'm yoki 1000 ming so'm yechilsa, oy oxirida 25-30 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun men har bir raqamda pullik xizmatlarni tekshirtirishni juda muhim deb bilaman. Uchinchi nozik jihat, abonent to'lovi vaqtida balans yetarli bo'lmasa, tarif to'liq ishlamasligi mumkin. Masalan, oy boshida 30 ming so'm to'lash kerak. Balansda 25 ming so'm bor. Tarif yangilanmaydi. Keyin qo'ng'iroq va internet oddiy narxida ketadi. Odam esa men tarifdaman-ku deb o'ylaydi. Natijada balans tez tugaydi. Shuning uchun pensioner raqamida abonent to'lov kunini bilish kerak.
Agar to'lov har oyning 5 kuni yechilsa, 4 kuni balansni to'ldirib qo'yish kerak. 4-nozik jihat. İnternetni telefonning o'zi ham ishlatadi. Smartfon yangilanish yuklaydi. Telegram rasmlarni avtomatik ochadi. WhatsApp videolarini saqlaydi. YouTube sifatini yuqori qilib qo'yadi. Pensioner men internetga kirmadim deydi. Lekin telefon fon rejimida megabayt sarflagan bo'ladi. Bu holatda tarifni almashtirishdan tashqari telefon sozlamalarini ham tekshirish kerak. Avtomatik video yuklashni o'chirish, ilovalar yangilanishini faqat Wi-Fi orqali qilish, YouTube sifatini pastroq qo'yish foyda beradi. 5-nozik jihat, raqam kimning nomida ekani. Ba'zan pensioner ishlatayotgan sim karta farzandi, qarindoshi yoki boshqa odam nomida bo'ladi. Maxsus imtiyozli tarif yoki raqam bo'yicha rasmiy xizmat kerak bo'lsa, operator egasini talab qiladi. Agar raqam pensioner nomida bo'lmasa, ayrim xizmatlarni ulash qiyinlashadi. Shuning uchun ayniqsa uzoq muddat ishlatiladigan raqam bo'lsa, uni qonuniy tartibda to'g'ri egasiga rasmiylashtirishni o'ylash kerak. 6-nozik jihat, operator almashtirishda eski raqamni saqlab qolish imkoniyati bor yo'qligini tekshirish. Ko'p odam operator almashtirsam, hamma raqamni yo'qotaman deb qo'rqadi. Amalda raqamni saqlab boshqa operatorga o'tish xizmatlari mavjud bo'lishi mumkin, lekin shartlar, muddatlar, qarzdorlik, raqam egasi va hujjatlar tekshiriladi. Men bu jarayonda shoshilmaslikni maslahat beraman. Avval hozirgi operatordagi qarzdorlik, faol xizmatlar, raqam egasi, tarif muddati hammasini aniqlab oling. 7-nozik jihat, aksiya tariflari. Reklamada juda chiroyli narx ko'rsatiladi. Lekin bu narx faqat 1-oy, faqat tanga, faqat yangi abonent, faqat ilova orqali ulansa yoki faqat ma'lum muddatgacha amal qilishi mumkin. Pensionerlar uchun eng muhim narsa barqarorlik. Bugun 10 ming so'm, keyingi oy 7 ming so'm bo'lib qoladigan tarif mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun aksiyaga aldanmasdan bu narx qancha muddat amal qiladi deb albatta so'rash kerak. 8-nozik jihat, qo'ng'iroq yo'nalishi. Tarifda ilmiy daqiqa bor deyilgan bo'lsa ham, u barcha operatorlargami, faqat tarmoq ichigami, shahar raqamlarigami yoki alohida yo'nalishlargami, buni aniqlash kerak. Masalan, onangiz Belinida, siz Ujeldasiz. Tarif esa faqat Belni ichida ko'p daqiqa bersa, sizga qo'ng'iroq qilishda balansdan alohida pul ketishi mumkin. Shuning uchun oiladagi asosiy raqamlar qaysi operatorda ekanini yozib chiqish juda foydali. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensionerning oxirgi 2 yoki 3 oyda qancha pul sarflaganini aniqlang. Buni operator ilovasidan, USSD so'rovlaridan, aloqa markazidan yoki ofisdan bilish mumkin. Faqat balansga qancha pul tashlanganini emas, aynan nimalarga sarflanganini ko'rish kerak. Qo'ng'iroq, internet, SMS, pullik xizmat, abonent to'lovi, qo'shimcha paket. Ikkinchi qadam, real ehtiyojni yozib chiqing. Masalan, oyiga 300 daqiqa qo'ng'iroq, 5 gigabayt internet, SMS kerak emas deb yozing. Yoki internet kerak emas, faqat qo'ng'iroq kerak deb belgilang. Yoki har kuni video qo'ng'iroq bor, kamida 15 gigabayt internet kerak deb yozing. Shunda operator xodimiga borganingizda umumiy gap bo'lmaydi. Aniq talab bo'ladi. 3-qadam, uy va ish joyida signalni tekshiring. Pensioner ko'p vaqt qayerda bo'lsa, o'sha joyda operator yaxshi ishlash kerak. Agar qishloqda yashasa, qo'shnilardan qaysi operator yaxshi tutishini so'rang. Lekin faqat bitta odam fikriga tayanmang. Chunki telefon modeli ham signalga ta'sir qiladi. Iloji bo'lsa Ujel, Belin va Mobius sim kartali tanishlarning telefonda internet va qo'ng'iroq sifatini tekshirib ko'ring. 4-qadam, operator ofisiga borganda hujjatlarni olib boring. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar maxsus pensioner imtiyozi talab qilinsa, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Raqam kimning nomida bo'lsa, o'sha odam borishi kerak. Agar pensionerining o'zi bora olmasa, ishonchnoma masalasini oldindan aniqlash kerak. 5-qadam, ofisda yoki aloqa markazida aniq savollar bering. Menga eng arzon tarifni ulang demang. Buning o'rniga shunday deng, bu raqam pensioner ishlatadi. Oyiga taxminan 300 daqiqa gaplashadi. Internet 3 gigabayt yetadi. Pullik qo'shimcha xizmatlar kerak emas. Paket tugasa, balansdan qimmat yechilmasligi uchun qanday nazorat qilsa bo'ladi? Mana shu savol xodimni ham aniqroq javob berishga majbur qiladi. 6-qadam, barcha pullik xizmatlarni tekshirtiring va keraksizlarni o'chiring. Bu juda muhim. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam tarifni almashtiradi. Lekin eski pullik xizmatlar qoladi. Keyin baribir pul yechilaveradi. Shuning uchun alohida so'rang. Raqamda pullik obunalar, kontent xizmatlar, melodiyalar, kunlik paketlar bormi?
Hammasini ro'yxat qilib bering va kerakmasini o'chiring. Telefoningizga kelgan SMS tasdiqlarini ham o'qib chiqing. 7-qadam internet nazoratini yo'qing. Operator ilovasini o'rnatib qo'yish yaxshi. Agar pensioner ilovadan foydalana olmasa, farzandi o'z telefonida nazorat qilib tursin yoki har hafta balans va paket qoldig'ini tekshirib bersin. Telefon so'zlamalarida mobil internet sarfini ham ko'rish mumkin. Agar bir ilova juda ko'p internet yeyotgan bo'lsa, uni cheklash kerak. 8-qadam abonent to'lovi kunini kalendarga yozib qo'ying. Masalan, har oyning 10 kuni tarif yangilansa, oxir kuni balansni tekshirish odat bo'lsin. Bu kichik ishdek ko'rinadi, lekin ko'p muammoni oldini oladi. Balans yetmay qolsa, tarif ishlamaydi va xarajat oshadi. 9-qadam tarifni ulaganingizdan keyin bir oy kuzating. Birinchi oy sinov bo'lsin. Oy oxirida ko'ring. Daqiqa yetdimi? Internet ortib qoldimi? Pul kutilmaganda yechildimi? Qo'ng'iroq sifati yaxshimi? Agar 10 GB internetdan atigi 1 GB ishlatilgan bo'lsa, keyingi oy kichikroq tarifga o'tish mumkin. Agar internet 15 kunda tugasa, kattaroq paket yoki internet so'zlamalarini o'zgartirish kerak. 10-qadam oilaviy yondashuv qiling. Pensionerning telefon xarajatini faqat o'ziga tashlab qo'ymang. Farzandlari oyiga bir marta tekshirib bersa, ortiqcha xarajatlar tez aniqlanadi. Masalan, otangiz har oy 10 ming so'm sarflayotgan bo'lsa, lekin real ehtiyoji 25 ming so'mlik tarifga tushsa, qolgan 25 ming so'mni dori yoki boshqa zarur narsaga ishlatish mumkin. Bu oddiy iqtisod emas. Bu yaqin insonning kundalik hayotini yengillashtirish. Yana bir muhim maslahat, tarif shartlarini rasmiy manbadan tekshirmasdan yakuniy qaror qilmang. Ujel, Belin va Mobius tariflari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Bugun aytilgan narx ertaga yangilanishi ehtimoli bor. Shuning uchun rasmiy sayt mobil ilova 24 soatlik aloqa markazi yoki operator ofisidagi ma'lumot eng asosiy manba bo'lishi kerak. Internetdagi eski postlar, tanishlarning eshitgan gapi yoki bir yil oldingi skrinshotlar bilan qaror qilmang. Xulosa qilib aytaman. Pensionerlar uchun eng yaxshi mobil tarif degani hamma uchun bitta operator yoki bitta paket degani emas. Eng yaxshi tarif bu aniq odamning ehtiyojiga mos tarif. Kimdir uchun ujal qulay bo'ladi. Chunki oilasi ujalda va signal yaxshi. Kimdir uchun belini yaxshi ishlaydi. Chunki internet barqaror va video qo'ng'iroq ko'p. Kimdir uchun Mobius yetarli va foydali bo'ladi. Chunki narx, qamro va qo'ng'iroq ehtiyoji mos keladi. Eng muhim qoidalar shular. Oxirgi xarajatlarni tekshiring. Keraksiz pullik xizmatlarni o'chiring. Internet va daqiqa ehtiyojini hisoblang. Signalni sinab ko'ring. Abonent to'lovi kunini biling. Tarif shartlarini rasmiy manbadan tasdiqlang. Shunda pensioner har oy ortiqcha pul yo'qotmaydi. Telefon esa zarur paytda ishonchli aloqa vositasi bo'lib qoladi. Sizningcha pensionerlar uchun qaysi operator qulayroq? Ujal, Belin yoki Mobius? Izohlarda o'z tajribangizni yozing. Qaysi hududda qaysi operator yaxshi ishlashini ayting. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri tanlangan tarif bir oilaning har oylik xarajatni ancha kamaytirishi mumkin.